Leksiyimizni davamlaştırmaz, hürmetli vatandaş, bugünkü islaha 2021 yıl 1. ayının 6. günü. Leksiyemizin devamı. Devlet İşler Bakanı Mike Pompeo sözünü davamlaştırıp mındak ko'rsatdi. Bu qatimqi saylam ham dal shundoq bo'ldi. Kishilar Jungo Kompartiyasi xato ishinib qoldi. Devlet İşler Bakanı Mike Pompeo mundaq tilga oldi. Nemishqa Amerika shuncha yillar o'tgandan keyin Falun pisi tashkilotlariga ziyonkashlik qilgan Jungo Kompartiyasini embargo qiladigan bo'lib qoldi. O devlet işler katibi yani Mike Pompeo mundaq ko'rsatdi. Sen Tiananmen meydanını eslab beqishing mumkin. Biz bu hokimiyatning yovuz hokimiyat ekanligini allaqachon bilib bo'ldik. Yani Jungo Kompartiyasi hokimiyatining yovuz hokimiyat ekanligini allaqachon bilib bo'ldik. Balki ochiqroq aytsam, bütün dünya tinchlik suyar kishilar, erkinlikni suyar kishilar, mustabid hokimiyatlarning xususiyatlarini tarixdan yaxshi biladi. Lekin biz bo'lsak, uningga sal qarab keldik. Devlet İşler Bakanı Mike Pompeo tushuntirib mundaq ko'rsatdi. Yani dünya Jungo Kompartiyasining kishilik huquqi daxlatlar o'z qilishining sabablariga sal qarab kelganligi zo'r jihatdan aytganda, chunki kishilar shuning ishondiki, agar Amerika adil o'zaro manfaat yetkazish savdo tijoratlariga qatnashadigan bo'lsa, ahvol yaxshilik qarab mang'idi dedi. Lekin reallik shuni ko'rsatdiki, bu xiyollar baştan axir xato xiyol bo'lib chiqdi. Va Devlet İşler Bakanı Mike Pompeo mundaq ko'rsatdi. Prezident Trump boshlanish bilan uchrashuv siyosatining, ya'ni Jungo bilan uchrashuv aloqada bo'lish siyosatining mag'lub bo'lganligini tushungan edi. Shuni o Prezident Trump Amerikaning maydonini negizidan o'zgartirib o'tdi. Amerika Jungo Kompartiyasi to'g'risida ko'z qarashlarini o'zgartirib qolmasdan, balki butkul g'arb dunyosining Jungo Kompartiyasi qaratgan muomala pozitsiyasini o'zgartirib o'tdi. Va yana Devlet İşler Bakanı Mike Pompeo mundaq ko'rsatdi. Hatta sen Yevropani mi ko'rib baqding? Avustraliya ve Şarkı Janubi Osiyoni mi ko'rib baqding? Ular bildiki, Jungo Kompartiyasi herkes yaxshi ish qiladigan partiya emas. Devlet İşler Bakanı Mike Pompeo mundaq ko'rsatdi. G'ayri siyosiy ko'z qarashdagilar garchi Jungo Kompartiyasining qonunsiz harakatlari to'g'risida ogohlantirish bergan bo'lsa-mu, lekin Amerika intayin eg'er terroristlarga qarshi harakatga qatnashib, qiziq nuqta Jungo Kompartiyasi obaket qilishdan yo'tkilib ketdi. Bu 2001 yil 9 oylarda şu vaqtda gazetda xabarlar chiqqan edi vatandoshim, Amerikaning siyosati da Osiyoga qaratildi degan edi. 9 oyda shundoq deb turishig'illa. Zo'ravonlarning hujumi yuz berdi. Amerikaning siyosati Jungoning vujudidan yaga Osiyoga qaratilishdan yana Osiyoga ketdi, lekin Jungo Kompartiyasini tashlab Iroq bilan Afg'onistonga ketdi. Yo'tkilib ketdi. Jungo Kompartiyasini obaket qilishdan Amerikaning siyosati yo'tkilib ketdi. O Devlet İşler Bakanı Mike Pompeo mundaq ko'rsatdi. Jungo Kompartiyasi bergan va'dalarga orqa-orqadan xiloflik qildi.
xiloflik qildili emas, Amerikaga bergan va'dasiga xiloflik qildili emas, butun dunyoga bergan va'dasiga xiloflik qildi. Hong Kong va Jungo xalqiga bergan va'dasiga xiloflik qildi. Jungo Kompartiyasi mundaq va'da bergan edi. Agar yuqumliq virus hodisi bo'ladigan bo'lsa, boshqalamaz degan edi. Lekin amaliyleştirmedi. Bu to'g'rida son sanoqsiz misollarni keltirishga bo'ladi. Diniy e'tiqodni qo'g'dash. Davlat ishlar katibi Mike Pompeo tushuntirib mundaq ko'rsatdi. Nimishqa men boshqa davlat ishlar katiblari qaragan diniy e'tiqod ishlariga ko'proq ko'ngil bo'laman. Yani davlat ishlar katibi Mike Pompeo mundaq ko'rsatdi. Bu chunki her bir ma'rifat yoki madaniyat markazida insonlar va insonlarning tabiati yoki inson tabiati hurmatga sazovor bo'ladi. Deganlikdir. Agar bu ish xato qilib qo'ysang, uning kaynidan buzilgan ishlar orqa-orqada yetib keladi. Davlat ishlar katibi Mike Pompeo mundaq ko'rsatdi. Davomini anglaysiz, hurmatli vatandosh.